Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz 50 kilovatli quyosh stansiyasi bo'lib, manzil Samarqand viloyati Narpay tumani Haqiqat mahalla fuqaro yig'ini. Xonadonimizga AC davlat elektr tarmog'i to'liq tortildi, 4 ta stolba o'rnatildi, 50 lik sip kabel qo'yib 200 metr ko'chadan transformatorni olib kelindi. O'ziga отдельный liniya qilib 106 korp kanallar bilan tushirib, shitlarni o'rnatib, shitlarni ham terib berdik chiroyli qilib. Mana счетчигimiz 5 amperlik, koeffitsient 30. Mana reli напряжение. Hammasi ishlayapti. Hozir taxminan 25 kW quvvat elektr energiyasini ishlab chiqaryapti. Inventorimiz ichkarida. Panellarimizdan Jinko panellar o'rnatildi. Grovat inventori, lider kabellari, chorni metalldan foydalanildi. Panellarning asosiy qismi mana shunaqa navis shaklida, navis holatida o'rnatildi. Keyin bu og'ilxonani, molxonaning tepasiga ham o'rnatildi. Uyning tomiga ham o'rnatdik. Bir qator. Bu yoqqa jami 3 qator. Keyin bu tomonga o'rnatildi. Grovat inventorimiz hozir mana 13:14 ga tushibdi. Soatimiz o'zi 5 dan o'tyapti. Shitimiz DC, shitimiz 5 ta gruppa, 16 tadan gruppalangan. Yong'inga qarshi xavfsizlik. Hammasi avtomatlar 0 ga 3 fazaga, o'zi predaxmeter hammasi to'liq standartlarga muvofiq qilindi. Ziminiya. Mana panellarimiz Jinko. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.